Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Sultonim, begim. Aldamada olib turib oldiz. Aslida Safarov deyishimni ma'nosi asli kelib chiqishi nimadanligini bilasizlarmi? Sherali aka desam, sizni akangiz emasman deb eshitmaydilar ham javoblar bermaydilar. Endi begim deyishga слишком bo'lib ketmasin sizlarni oldida deb Safarov deymanda. O'zimiz alohida bo'lganda begim, sultonim deb chaqiraman. Aslida mana shu narsaga hammamiz o'rganishimiz kerak, lekin rosa uyalamiz, xijolat bo'lamiz. Farzandlarimizga o'rnak bo'lish uchun ham baribirga ham turmush o'rtog'imizni begim, sultonim deb chiroyli muomalada hurmat qilsak, farzandlarimiz ham ko'rib shularni o'rganib o'sadi. Chizdagi menda barbod qilib, yakson qilib aytib Men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. To'g'rirog'i savol bermoqchiman. Qaranglar, shunaqangi toifali odamlar borki, ularga nima yetishmaydi yoki nimasi bilan psixikasi bilan не то. Вот mana shu narsa qiziq. Xullas, bitta odam SMS yoki bir Instagramdami, Telegramdami bir tanishingiz yozadi. Vaqtingiz bo'lmaydi, keyinroq ochaman, keyinroq o'qiyman, keyin javob beraman deysiz. Juda bo'lmaganda, masalan, diktofonni ochganingizda ham ovoz unchalik yaxshi eshitilmasa, keyinroq sal tinchroq joyga chiqib, yaxshilab eshitib, bo'shab, keyin javob beraman desangiz, o'sha bo'shaganingizda qani nima deb yozuvdi deb ochaman degan joyingizda u SMSlar, yuborilgan narsalar yo'q qoladi. Qidiravurasiz topa olmaysiz. Оказывается, odamlar voy mani mensimadi, menga javob yozmadi deb o'chirib yuborar ekan. Tasavvur qilinglar. Uncha-munchaga aniq qilmanglar. Vaqtlari yo'q. Uncha-munchaga vaqtlari yo'q, uncha-munchaga o'rgatib olmaydilar ham. Mana shu bir ko'rishganda bir o'rganib olamiz. Chunki mana bu kishi ham mana o'rganyaptilar. Trenerimiz Rahmat trener. Nima bo'ldi? eng qimmat trener bizniki. Nima bo'ldi? Qanday 30 sekunddan turolmaydi, 10 sekund. 10 sekund. Birinchi kuni 3 sekund turdik sovuq suvda. Ikkinchi kuni 7 sekund turdimmi? Keyin siz kelganingizdan keyin 1 minut. 1 minut. Opa jo'shib ketdilar. 1 minutni qancha turdimmi? 1 minut 20 edi. 11 sekund. Sen qancha turding? 1:20 1:30 ga bording-a? Sen yutding. Men yutdim. O'chashib. O'chakshib. O'ylsam ham o'sha yerda o'laman deb yotdi-da. Shundan men ko'proq yotishim kerak edi. O'zingdan chiqadi deydi. Qayerga boray davoga?